Xo'p, ko'rib turganingizdek, qo'limdagi $100. Buni cho'nchagimizga solib qo'yamiz va orqamizda turgan yangi kelgan Izmir kolleksiyamizni ko'rsatishni boshlaymiz. Mana shu ko'rib turganingiz Samarqandning Izmir nomli gilami hisoblanadi. Bu gilamlarimizni kecha kelib tushdi. Biz endi joy-joylariga qo'yib bo'ldik. Endi video obzorini qilib o'tamiz. Bu gilamlarimizda asosan ishlatilgan ranglar yorqin ranglar ishlatiladi. Xonamizda qorong'i svet bo'ladigan bo'lsa, xonani keng qilib ko'rsatib turadigan gullar tanlangan. Gullilarida ham, yevropeyskiy variantlarida ham keng qilib ko'rsatadigan ranglar tanlangan. Keyin yevropeyskiy variantlarni biz shunaqa tanlab chiqartirdikki, masalan, xonamizga qanaqadir jihoz qo'yilsa, bu yoq tomoniga qanaqadir jihoz tushadigan bo'lsa, bu yoqda ko'rinib turgan gilam gullari bekilib ketmaydigan gullar tanlangan. Yevropeyskiy variantlari ham xuddi shunaqa. 3,5-4 metrgacha bo'lgan katta metrajli kavrlarlari kelgan. Qolgan maydalari ular daroshkalari hisoblanadi. Ular haqida ham hali pastda ko'rsatib, birinchi etajimizda turadi. U haqida ham ma'lumot berib o'taman. Hozir gilamni imkon boricha sizlarga bir 5-6 tasini ochib, video obzor qilib o'tishga harakat qilaman. Xo'p, metrajlilarning razmerini yana bitta qaytarib o'taman. 3,5-4 metrgacha bo'ladi. Orqamda ko'rib turganinglar xuddi shu gilamimizning metrajli variantlari. Bu gilamlarimizda 80 sm dan boshlanib 81, 120, 150, 2 metr hamda 2,5 metrgacha bo'ladi. Xo'p, gilamni yaqindan ko'rsatmadingiz, qalinligini tushuntirmadingiz degan mijozlarimizga mana gilamimizni yaqindan ham ko'rsanglar bo'ladi. Sostavida paxta bor, akril, viskozalari bor, shuning uchun yaltirab to'lanib ko'rinib beradi. Gilamimizda yupqa gilam emas. Yupqa gilam bunaqa bo'lmaydi. Yupqa gilam sintetikasi bo'ladi.
bunaqa holatda, bunaqa qalinlikda, bunaqa yumshoqlikda bo'lmaydi. Gilamimizning sifatini ko'rsanglar, o'zi shundoq ham o'zi ko'rinishini o'zida iplari qalinligi ko'rinib turibdi. Keyin bu tez bosilib, katushka bo'lib, yopishib ketadigan sifatimiz emas. Har bitta mijozimizning uyida ancha yil xizmat qilib beradigan sifat. Hamma daroshkasi bo'ladi. Mana 80, orqa tomondagilari 2,5, mana bular 2 metr, mana 1,5 taligi. Daroshkani nimaga ko'p kelmasligini sababi daroshka kesilinadigan narsa hisoblanadi. Daroshkamizda doim kusuklari qolishi mumkin. Har xil vaziyat bo'ladi. Shuning uchun daroshkamizda ko'p chiqmaydi. Gilamlaridan lekin assortiment bor. Hozir sizlarga ko'rsatib bera olmagan, yana boshqa gullari bor. Hurmatli obunachilarimiz, va'da qilinganidek, mana kecha kelgan yangi mollarimizni har bittasini sizlarga gullar bilan tanishtirib chiqdik. Hozir mana sizlarga videoda ko'rsatilmagan yana yangi gullari ham bor. Vaqtimiz qisqa bo'lgani uchun hammasi sig'maydi. Pastda telefon nomerlarini qoldirdik. Telefon qilsanglar har bittasini gulini bizga yana tashlab beramiz. Gullarini ko'rib, hamma razmerlarini yana sizlarni birma-bir tanishtirib chiqamiz. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlab turgan hammaga kattakon rahmat deb aytib qolamiz.